Salom do'stlar. Podket optionda xavfsiz strategiya bilan savdo qilamiz. Qisqa muddatli bitimlar emas, balki oz tahlilimizga tayanib ishlaymiz. Bitimlarni 2, 3, 4, 5 va 6 daqiqaga ochamiz. Grafikka qarasak, nomutanosib osishdan so'ng bozor yopilganini ko'ramiz. Bozor ochilgandan keyin kichik korreksiya bo'ldi va shundan so'ng osish qarshilik zonamizgacha davom etib, narx qarshilik zonamizga tegib bordi. 2 marta, bir marta bu yerda va ikkinchi marta bu yerda. Birinchi teginishdan so'ng biz narxni togirlashni boshdan kechirdik. Taxminan shu yergacha. Keling, nishonlaymiz. Va tuzatishdan so'ng narx yana bizning qarshilik zonamizga tegdi va yana pastga tushdi. Ya'ni bizning qarshilik zonamiz ancha kuchli, shuning uchun narx hozirda bir necha marta sakrab tushadi. Teginishdan so'ng biz taxminan qo'llab-quvvatlash darajamizga tushish tendensiyasini boshladik. Xo'sh, keling, buni shu yerda belgilaylik. Shunday qilib, qo'llab-quvvatlash darajamizga yetganimizdan so'ng biz qarshilik zonamizga yana yuqoriga ko'tarilishni boshladik. Ya'ni narx yana unga tegdi va pastga tushdi. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirda bizda narx bizning trend chizigimizni buzdi va biz pastroq choqqalarni zabt eta boshladik. Ya'ni har safar maksimal ko'rsatkichlar asta-sekin pasayadi. Xo'sh, tasdiqlangan eng yuqori choqqalarimizni belgilaylik. Ya'ni bizda bu yerda qandaydir darajada qo'llab-quvvatlash mavjud. Keling, uni ko'rish uchun belgilaylik. Bu yerda bitta va ikkita tasdiqlangan maksimal qiymat bor. Shundan so'ng narx asta-sekin tiklanadi. Keling, buni shu yerda belgilaylik, ya'ni shu yerdan boshlab narx hozirda qaytariladi. Hop, keling, unga beraylik. Narximiz shunga asoslangan. Hozir esa bitimlarni ochishingiz mumkin bo'lgan ayni vaqtdir. Va mening Telegram kanalimni ham unutmang. Men o'z jamoam bilan kundalik savdo sessiyalari hisobotlarini Telegram kanalimda joylashtiraman. Lekin savdo sessiyasining so'nggi hisoboti to'qqizta ijobiy savdo bilan yakunlandi. Aytgancha, men va jamoa VIP kanalida ish kunlari kuniga 2 marta va dam olish kunlari kuniga 1 marta savdo qilamiz. Men shuningdek Telegram kanalimda hayotimni baham ko'raman va muntazam ravishda sovg'alar o'tkazaman. Va mana oxirgi qur'a tashlash haqidagi hisobot. Mana g'olib $1000 oldi. Men shuningdek savdoni yangi boshlovchilar uchun bepul o'quv materiallari yaratdim. Bu shuni anglatadiki, VIP kanal ham, o'quv materiallari ham mutlaqo bepul. Agar siz o'quv materiallari va VIP kanalga kirishni xohlasangiz, shunchaki mening kanalimga kiring, kanalning o'ziga oting va mana mening kontaktim. U yerga menga yozishingiz mumkin. Men sizni butunlay bepul o'quv materiallari va VIP kanalga qo'shib qo'yaman. Keling, savdolarni osishga 2, 3, 4, 5 va 6 daqiqalarda boshlaylik. Hop, keling, 15 daqiqalik vaqt oraligiga o'taylik. Bu yerda narx biroz pastga tushayotganini ko'rmoqdamiz, ammo narx qo'llab-quvvatlash darajasida bo'lgani uchun ehtimol endi teskari harakat boshlanadi. Shunga ko'ra teskari harakat muqarrar. Hop, keling, 5 daqiqalik vaqt oraligiga o'tamiz. Ko'ryapmizki, yashil sham paydo bo'la boshladi. Bu esa albatta quvonarli. Bu esa ehtimol bugun hammasi yaxshi bo'lishidan dalolat beradi. Hop, mana aynan hozir keskin osish yuz berdi. Bu esa albatta quvonarli. Agar biror narsa yuz bersa, savdolarimizni osongina yakunlashimiz uchun savdo vaqtini 2 daqiqaga o'rnataylik. Ya'ni agar bizda yaxshi kirish nuqtasi bo'lsa, narx biroz pasayib ketsa, biz ko'proq kirish nuqtalarini olishimiz mumkin. Mana ozgina kutamiz. Endi bu strategiyaning mohiyatini batafsilroq tushuntiraman. Ya'ni bunda shoshilish shart emas va tezkor savdolar ochish ham kerak emas. Chunki 5, 10 yoki 15 soniyalik savdolar juda xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa bozor o'zgaruvchan dushanba yoki juma kunlari bunday strategiyalar xavfli. Bu strategiya yaxshi, chunki siz shunchaki shunday qilasiz, shunday emasmi? Texnik tahlil. Unda bitta kirish nuqtasini toping, bir nechta pozitsiyalarni egallang va keyin foydangizni kuting. Ya'ni savdolarni 2, 3, 4, 5, 6 daqiqaga oching.
Va bo'ldi. Shunday qilib, ushbu strategiyadagi asosiy narsa, agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz yoki bo'lsa, bozorning texnik tahlilini malakali o'tkazishdir. Aytgancha, biz hozirgina kelishuvga erishdik. Agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz yoki savdoda yangi bo'lsangiz, men bozorning texnik tahlilini qanday qilishni batafsil tushuntirib beradigan o'quv materialini yaratdim. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini belgilash kabi barcha ma'lumotlar Telegram kanalimda joylashtirilgan. Havola esa ushbu video izohlarida bo'ladi. Shuning uchun, aziz do'stlar, agar siz ushbu strategiya bo'yicha savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening Telegram kanalimga o'ting. Havola ushbu videoning izohlarida bo'ladi va men sizni o'quv materialimga mutlaqo bepul qo'shaman. Endi esa narx yaxshi harakatlanmoqda, sham yuqoriga qarab shakllandi. Keling, videoni cho'zmaslik uchun vaqtimizni biroz tezlashtiraman. Xo'sh, bitimimiz ajoyib tarzda yopildi. $356 oldik. Endi esa 5 daqiqalik time frame'ga o'tamiz. Bu yerda pozitsiyani oshirish uchun juda yaxshi imkoniyat borligini ko'ryapmiz. Lekin men pozitsiyani oshirmayman. Keling, videoni cho'zmaslik uchun vaqtni yana bir bor tezlashtiraman. Yana bir bitimimiz ajoyib tarzda yopildi. $356 oldik. Endi esa nega pozitsiyani oshirmaganligimni tushuntirib beraman. Shu haqda siz bilan biroz gaplashmoqchiman. Ya'ni men sizga bu kontent qiziq bo'lmaydi deb xavotirdaman. Chunki bu strategiya, masalan, $1 dan $1000 depozitni tez oshirish kabi dinamik emas. Bu yerda men shunchaki tahlil yordamida qanday savdo qilishni ko'rsataman. Ya'ni bu tomosha qilish uchun qiziqarli bo'ladigan dinamik strategiya emas, deb o'ylayman. Shuning uchun, aziz do'stlar, agar sizga ushbu strategiya yoqqan bo'lsa, izohlarda ko'proq shu strategiyadagi videolarni ko'rishni xohlayotganingizni yozing. Shunda men sizni eshitaman va ushbu strategiya bo'yicha yana bir nechta videolar tayyorlayman. Hozircha esa bilmayman, yana davom ettiraymi yoki yo'q. Ushbu strategiya haqida video lavhalar. Shunday qilib, bizda yana $356 bitim bo'ladi. Aytgancha, biz buni yaxshi qabul qildik. Bu yerda bizning qo'llab-quvvatlash darajamizdan sakrab turgan qizil sham borligini ko'rmoqdamiz. Va endi u ko'tarilmoqda. Bu bizni xursand qilmasdan iloji yo'q, chunki deyarli barcha bitimlarimiz allaqachon yakunlangan. Aytgancha, aziz do'stlar, men sizning e'tiboringizni shu narsaga qaratmoqchiman. Ya'ni, bizda nomutanosib o'sish kuzatildi. Shundan so'ng bozor yopildi va shundan so'ng korreksiya va nomutanosib o'sish kuzatildi. Bu juda keng tarqalgan holat. Ya'ni, agar bozor yopilishidan oldin nomutanosib o'sish bo'lsa, bozor ochilgandan keyin kichik tuzatish bo'ladi va nomutanosib o'sish davom etadi. Shunday qilib, e'tibor bering. Shunday daqiqalar uchun. Bu juda muhim. Hozirda mening Telegram kanalimda $1000 sovg'a o'yini ham bor. Ushbu sovg'a o'yinida ishtirok etish uchun shunchaki YouTube kanalimga obuna bo'lishingiz, videoga like bosishingiz kerak. Men esa yuqori qismida ishora qoldiraman. Aytgancha, bizda yana bir kelishuv bor. Men ushbu videoning yuqorisida har qanday izoh yoki ishora qoldirdim. Va tamom, siz ham o'yinda ishtirok etasiz. Qura natijalari dushanba kuni mening Telegram kanalimda e'lon qilinadi. Demak, oxirgi kelishuv yuqorida aytganimdek ajoyib video bo'ldi. Texnik tahlil bo'lib chiqdi. Bu strategiya bo'yicha savdo qilish uchun uni bilmaydiganlar o'rganish kerak. Ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini, trendlarni belgilashni va shunga o'xshash narsalarga e'tibor qaratishni bilish kerak. Chunki agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, 5 soniyalik savdoda ishlash ancha xavfli. Do'stlar, tomosha uchun rahmat. Video yakunlandi. Like va izoh qoldiring, o'yinda qatnashing. Telegram kanalim havolasi izohlarda. Xayr.